Telebola Xudoyberdi To'xtaboyev. Peshonasiga televizor yopishib qolgan bolaning sarguzashtlari. 3-qism. Oyijonisi qo'shnilarini chaqirib chiqibdi. Omonboyning peshonasida televizorchaga o'xshash bir narsa borligini ular ham ko'rishibdi. Bitta qo'shnisi: "Bu o'g'lingiz o'zi hazilkash edi. Odamlarni kuldiraman deb televizorchani ataylab peshonasiga yopishtirib olgandir", desa, yana bitta qo'shnisi: "Tavba, bolaning peshonasida hech narsa yo'q-ku, sal-pal shishinqirab qolibdi xolos. Ha deb vahima qilaverasizlarmi?" dermish. Qiziq, televizorcha Omonboyning peshonasida bir paydo bo'larmish, yana bir yo'q bo'lib qolarmish. "Ajinalar o'yin qilyapti", debdi bitta qo'shnisi. "Sehrgarlarning ishiga o'xshaydi bu", debdi kap-katta bir odam. Osmondan uchar likopchalarda noma'lum odamlar tushib, miyasiga televizorchani joylab bir ko'rinadigan, bir ko'rinmaydigan qilib qo'ygan, degan gapni aytibdi qo'lida gazeta ushlab turgan bitta amaki. "Mana, gazetada o'sha haqda yozishgan", deb qo'shimcha ham qilibdi. Vahimali gaplar ko'paygandan ko'payaveribdi. Qo'rqqandan Omonboyning rangi oqarib ketayotganmish. Oxiri peshonasidagi bir ko'rinib, bir yo'q bo'lib qolayotgan televizorcha sehrlimi, sehrli emasmi, shuni sinab ko'rmoqchi bo'lishibdi. Bu foydali gapni Omonboyning jonajon o'rtog'i Davronboy aytibdi. Nega desangiz, u Omonboyning chinakam do'sti ekan. 40 yilga o'rtoq bo'lamiz deb jimjiloqlarini birlashtirib olishgan ekan. Birga o'qishar, bir partada o'tirishar ekan. Narigi mahallaning bolalari bilan koptok o'ynashganda bittasi hujumda, bittasi himoyada turib, 10 tadan to'p urishar ekan. Shuning uchun ham jonajon o'rtog'ining joni qiynalayotganini ko'rib, hammadan ko'ra ko'proq ana shu Davronboy achinibdi. Yig'lab yuboray debdi. Mahallada Turg'un aka degan televizor ustasi bor ekan. Sinab ko'rish uchun ana shu amakini chaqirib keladigan bo'lishibdi.